bir muddat avval bir inson chiqib sen tushaygansan. Kim xafa bo'lmagan. Shuning uchun seni bo'sh qilishar ekan hamma yoqdan. Shuning uchun mana shu bir inson chiqib men haqimda kamsituvchi, haqoratli shunaqa gaplarni ishlatib turishak, boshqa deb juda bir kamsituvchi gaplarni men haqimda aytgan edi. Yoshi ulug', katta bo'lganligi sababli men u kishini o'zlari kelib kechirim so'ragandan keyin kechirganligim va bunaqa holat boshqa qaytarilmasligini aytganlaridan keyin qorani ochiq qilganligim. O'zlari o'sha ayblarini tan olib, kechirim so'rab, video ham o'zlari tayyorlab bergan edi. Lekin shundan keyin ham bu kishi men haqimda shu bo'lar bo'lmas noto'g'ri axborotlar tarqatishdan to'xtamadi, bergan va'dalarini unutdi va meni nazarimda demak bu kishi mamlakatda aynan bunday harakatlar qilsam menga qonuniy javobgarlik bo'lmaydi, men bemalol yuraveraman degan shunaqa jazosizlik oqibatida mana shunaqa fikr bo'lib qoldimi degan menda xulosa paydo bo'ldi va shu boisdan afsus, nadomatlar bo'lsin, men majbur bo'ldim bu kishini harakatlariga qonuniy baho berilishi kerak deb murojaat qilishga. O'rtoqlar, unutish kerak emas, fikrga qarshi fikr bilan javob qaytariladi. Hech qachon fikrga qarshi shaxsiyatga o'tib, unga bo'xton, tuhmat qilish, uni kamsituvchi so'zlar bilan obro'sizlantirishga harakat qilish kerak emas. Bu javobgarlikka sabab bo'ladi. Qonun yaxshiyamki bor. Kimlardir mana shu qonundan foydalanib, kimnidir qilgan harakatiga nisbatan qonuniy javobgarlikka tortqizmayotgan bo'lsa, shu ishni qilayotgan odamlar biz daxlsizmiz, biz hech kim narsa qila olmaydi deganini anglatmaydi. Daxlsiz odamning o'zi yo'q. Agarki qonun buzayotgan bo'lsa, mana shu videolarni tarqatgan Xurram akada ham bu kishini men xohlamagandim bunaqa darajaga olib borish, lekin o'zlari majbur qildi va ularni shu men haqimda takroran chiqib yana shunaqa nomaqbul gaplarni aytavergandan keyin oxiri ichki ishlarga demak murojaat qilib, ularni harakatiga huquqiy baho berish so'raganman va ekspertiza xulosalari asosida demak ularni dastlab men haqimda tarqatgan ma'lumotlari menga kamsituvchi haqoratli video material demak ekspertizadan o'tkazib bu qonunbuzarlik deb topildi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 2 moddasining 1-qismiga asosan demak javobgarlikka tortiluvchi holat deb topilib, u kishi demak ba'zi hisoblash miqdorini 50 barobar, ya'ni 20.600.000 so'm miqdorida jarimaga tortildi. Kuni kecha bu Yangi hayot sudida ko'rilib, mana sud qarori ham chiqqan. Bu kishi sudda o'zlarining ayblarini tan oldi. Xurram aka bilan bog'liq masala shu bilan men umid qilamanki yakuniga yetadi. Agarki bu kishi yana davom ettiradigan bo'lsa, unutish kerak emas. Haqoratli jumlalar haqorat qilganligi uchun agar internet orqali bo'lsa, jinoiy javobgarlik mavjud. Ma'muriy ham tortilib o'tirilmaydi o'rtoqlar. Biz ham imkoniyat berdik, boshqa qildik, lekin bu imkoniyatni bildirilgan ishonchli suiiste'mol qilinayotgan bo'lsa, demak qonun borligini eslatishga majburmiz. Jamiyat bir-birini shunday tarbiyalaydi. Internetda berilayotgan minbar odamlarni haqorat qilishga, kamsitishga, ular haqida yolg'on axborotlar tarqatishga huquq imkoniyat bermaydi. U zararli kontentga aylanishi kerak emas. Bahs, tortishuv o'zaro madaniy yo'l bilan bo'lishi kerak. Bir-birini kamsitmagan holda, haqorat, tuhmat qilmagan holda bo'lishi kerak va biz shu yo'ldan yurishda bundan keyin ham davom etamiz. Agar kimki bu normalarni buzadigan bo'lsa va bizni meni shaxsimga nisbatan bunday harakatlarni to'xtatmaydigan bo'lsa, men bundan keyin ham bunday harakatlarga nisbatan qonuniy huquqiy baho berilishi kerak degan fikrdaman va shu yo'lda yurishda davom etamiz. Biz tenglik, qonuniylik va o'zaro fikrni hurmat qilish, jamiyatda taraqqiyot o'zaro fikrlar xilma-xilligi asosida rivojlanish tarafdorimiz. Konkret bir fikr, g'oya mutlaq ustuvor, mutlaq to'g'ri degan tushuncha yo'q va fikrga qarshi fikr hech qachon fikrga qarshi tuhmat, haqoratga aylanmasin.
sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.